Tezkor xabar: O'zbekistonda ommaviy tartibsizlik uyushtirmoqchi bo'lganlar bu haqda bilishlari shart. Azizlar, videoni oxirigacha tomosha qiling. O'zbekistonda ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida o'quvdan o'tganlik uchun javobgarlik belgilandi. Bu haqda 27 mart kuni qabul qilingan qonun bilan Jinoyat kodeksiga shuni nazarda tutuvchi tegishli o'zgartirish kiritildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-moddasiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonun bilan Jinoyat kodeksining 244-moddasiga ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida o'quvdan o'tganlik hamda ushbu faoliyatni moliyalashtirganlik uchun javobgarlikni belgilovchi o'zgartirish kiritish nazarda tutilmoqda. Qonunga ko'ra, shaxsning ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida o'quvdan o'tishi, shu jumladan ommaviy tartibsizliklarni sodir etish bilimini, amaliy mahoratini va ko'nikmalarini egallashi, o'quv chog'ida qurol-yarog' portlatish qurilmalari, portlovchi, zaharlovchi, atrofdagilar uchun xavf tug'diradigan boshqa moddalar va buyumlar bilan muomala qilish usullarini o'rganishi, bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobardan 600 barobargacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 5 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilandi. Shuningdek, ushbu jinoyatni sodir etgan shaxs agar u o'quvdan o'tgani to'g'risida hokimiyat organlariga ixtiyoriy ravishda xabar qilsa, sodir etilgan jinoyatni fosh qilishga yoki bunday o'quvdan o'tgan, o'quvni amalga oshirgan, tashkil etgan yoxud moliyalashtirgan boshqa shaxslarni, shuningdek o'quv o'tkazilgan joyni aniqlashga faol ko'maklashsa va agar uning harakatlarida jinoyatning boshqa tarkibi mavjud bo'lmasa, jinoiy javobgarlikdan ozod qilinishi belgilandi. Ma'lumot uchun, Jinoyat kodeksining amaldagi 244-moddasida ommaviy tartibsizliklarga da'vat qilish, qurol qo'llab hokimiyat vakillariga qarshilik ko'rsatish va shu kabi boshqa huquqbuzarliklar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobari miqdorda jarimadan 15 yil ozodlikdan mahrum qilishgacha bo'lgan jazolar nazarda tutilgan. Ushbu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi deyilgan xabarda.